Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Fuqarolar farzandlaringizdan ogoh bo'ling. Yerga dahshatli xavf yaqinlashmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xalq uchun jiddiy ogohlantirish. Mutaxassislar aholini ertalab va kunduzi vaqtda qo'shimcha ehtiyotkorlikka chaqirmoqda. O'zbekistonda 2 kun kuchli magnit bo'roni bo'lishi kutilmoqda. 4-oktyabr kuni mamlakat hududida darajali to'q sariq magnit bo'roni kuzatilishi kutilmoqda. Meteonova ma'lumotlariga ko'ra, geomagnit buzilish eng yuqori 4 ballga yetishi va ertalab soat 8 da kuchliroq his etilishi prognoz qilinmoqda. Kun davomida intensivlik 3 ballgacha pasayadi. 5-oktyabrga kelib esa bo'ronning ta'siri 2-3 ballga tushishi kutilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, magnit bo'ronlarining ta'sirini eng avvalo yurak-qon tomir kasalliklari, asab tizimi bilan bog'liq muammolar, qandli diabet va bronxial astma bilan og'riganlar sezadi. Shuningdek, ob-havoga sezgir va meteopatik alomatlar bilan jihatlanganlar va ta'sirini kuchliroq his qilishadi. Mutaxassislar aholini ertalab va kunduzi vaqtda qo'shimcha ehtiyotkorlikka chaqirmoqda. Bunga suv ichish, to'g'ri ovqatlanish va to'satdan yurak-qon aylanishi bilan bog'liq belgilarga diqqat qilish kiradi. Bu magnit bo'ronining ta'sirini yengillashtiradi va salomatlikni saqlashda muhim omil sanaladi. O'zbekiston aholisi bu kunlarda ogoh va tayyorgarlikda bo'lishi, ayniqsa o'z sog'ligiga ehtiyotkorlik qilishi kerak deyiladi xabarda.